26 ming ozroq kelishadigan joyi bor deb. Sizni ko'pchilik qo'llab-quvvatlab yozyapti. Siz uchun ko'rayotganlar bor ekan videomizda. Joninglar sog' bo'lsin. Trend bo'ldi. 29 ming shuncha mehnatga 29 ming buni dizaynini qilganini aytinglar. 27 ming so'mdan. 10 xil aka. 10 xil. Doimida yana Ozodbek uxlab qoldi yaqinlar. Yil mana shu narsa hit trend bo'ladi. Bu Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan kuzatayotganlar kommentariy yozishyapti. Ayniqsa mana Sanoshga ham juda ham optoviy klientlar, xaridorlar bo'lsa, bitta qiziq ko'radigan narsa 55 ming so'm qilib beriladi. Rasvetkalari bor, mana ko'ringlar. Buni padoja bizda bor. Ashadib beraman endi. Lekin dizaynini yorib yuborishdi. Prosta yorib yuborishdi. Assalomu alaykum Adib Shows obunachilari, yaqinlarimiz, qadrdonlar, omonmisizlar, tanijoninglar sog'mi. Bugun biz mazilni boshdan aytib o'taman, bilasizlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining yaqinida joylashgan Qumtepa kiyim-kechak bozorining yonidagi stankada bo'ladigan ayollar va bolalar poyabzallari sotiladigan, ya'ni optoviy sotiladigan bozorga kelganmiz. Xudo xohlasa sizlar uchun bu joydan foydali, manfaatli videolar qilamiz. Kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursizlar, joninglar sog' bo'lsin. Bundan juda ham xursandman. Hozir bozorga kirmasdan tashqarida sotilayotgan ishlarni ham ta'kidlaymiz, o'zlarini ishlarini tavsiya qilib qolinglar. Sizlar uchun ko'rsatish uchun shu joydan boshlab yubordim aka. Alaykum assalom. Mana ko'ringlar, tapichkaladi. Chiroyli, xudo xohlasa, mana poket bunaqa padojiga qilingan. Oyoqlarda umuman yopishib ham qolmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Haqiqatan chiroyli. Rasvetkalari bor. Mana har xil rasvetkalari bor, ko'ringlar-chi. Bularni 26 ming aka. 26 ming ozroq kelishadigan joyi bor deb aytayaptilar aka. Undan keyingisi mana unisi 24 ming, Ha, 24 ming. Hatto yo'q rasvetkalarni ham xudo xohlasa maksimalni qilib beraveramiz. Bo'ldi. Qiziqib ko'raverasizlar, lekin 36 dan 40 mi bu? Ha, 36 dan 40 gacha, lekin uyda 26 dan 35 gacha chiqyapti. ha, umumiy 26 dan 35 gacha chiqadi. Endi u ikki xil komplekt bo'ladi. Kattalarki 36 dan 40 gacha, undan keyingisi 26 dan 35 gacha. aloqaga chiqaverasizlar, akam inshaalloh sizlar xohlagan, sizlar istagan oyoq kiyimlarni chiqarib beradilar. Telefon nomeri aytib beramiz aka. 90lik 274 33 34. Sodes bersan aka, salomat bo'ling. Ko'pchilik kommentariya yozibdi bizga, ya'ni donalar ham sotishadimi bu joyda deganlar uchun. Yo'q. Bu joyda donalar sotilmasligini videolarda doimo aytib o'taman. Aqlli, unga qiziqmasalar ham menimcha yaxshi bo'ladi. Nimaiki, bu joyda asosan optoviy xaridorlar uchun mahsulotlar sotiladi. Endi sekin bozor ichiga kirib, bu joyda Xitoylar ham kelib shekilli menimcha. Bozor ichidan sizlarga ma'lumotli videorolik qilishga harakat qilamiz. Aka, mana shular bitta ko'rsatib yuboraylikmi? Assalomu alaykum. Sizlardanmi bu aka? Omonmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamang. Sizmisizlar aka? YouTube'ga aka? Javob ham yo'qmi? Ha, ham yo'q ekan hattoki. O'sha joyi ham yo'q ekan. Xizmatimiz bepul aka. Pakashto. Bular o'zimiznikimi yo Xitoymi aka? Xitoyniki. Necha puldan bular pachkaga? Pachkaga 125 mingdan, mana 125 mingdan ekan. To'g'risi, muzga oyoq kiyim chiqaring deganlar uchun bittasini narxini ko'rsatib beramiz. Endi akalarimiz bezovta bo'lmasliklari uchun telefon raqamini ma'qul ko'rishsa ko'rsatamiz. Bular qanchadan aka? Bular 56 mingni. Bular 50. Bitta birorta o'zimizniki yo'q, hammasi Xitoy. Ha, bular zborka o'zimizda bo'ladi. Ha, demakki materiallar keladi Xitoydan, komplekti buni. Ha, zborkasi o'zimizda bo'ladi. Mahsulotlar to'laligicha Xitoydan kelgan. Mana shular necha pul aka? 56. Bular ham 56 ming so'mdan. Endi sizlar sal primer qilib olishinglar uchun narx-navolarni aytib o'tdim. Yana bu tomonda bog'liklari bor ekan. Har xil chiroylari bor. Telefon nomeri xohlasangiz qo'yib beramiz aka. Optoviy xaridorlar ma'qul ko'rganlar aloqaga chiqishadi. 33lik mashina yaxshi yo'lini. 747 247 30 30. Sodes bersan aka, charchamang, salomat bo'ling. Endi hali ham bor bu bozorimiz yaqinlar. To'g'risi endi kimdir mana shu tag shishalarni ko'rsatib yuboraylikmi? Aka, YouTube'ga qo'yamizmi? Assalomu alaykum. Do'stim, omon eson, tanjonlar sog'liqqina. Akalarim, kayfiyatlar yaxshimi? Zerikmang, charchamang, eshikdanglar. O'zlaringiz sizmisizlar? Rahmat. Zerikmang, charchamang. Sizlardanmi bu yo egasi yo'qmi? 2 marta ko'rishmayveramiz. Ha? Shetdanmi aka, qo'yamizmi YouTube'ga? Mana bitta ko'rsatib olingchi Ozodbek qani.
Mana tilla ranglisi ekan, shu padosh rosa anaqa bo'ldi, trend bo'ldi. Ko'ringlar. PVC ga ishlangan 36 dan 40 gacha aka bu. 44 ming. Aha. Rossiyada 46 ming beramiz. 44 mingga 46 ming. Razmeri 36 dan 40 gacha. Razmeri 36 dan 40 gacha. Bejirim chiroyli qilib ishlangan oyoq kiyimlar. Bitta ko'rib bahoda o'zlaring berasizlar. Videoda ko'p aytishga majbur bo'lyapman. Donaga sotilmaydi, asosiy optoviy bozorda biz. Bitta yo'q rasvetkalarni ham maksimal yetkazib beraveramiz. Aka qiziqqanlar bo'lsa, shu dizayn, mana shu gullar, mana shu razmerlar ma'qul kelganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Rasvetkasi bor hamma. Ha, gul rasvetga 20 xilcha bor deyaptilar. Mabodo shunga o'xshagan padojlarga ehtiyoj sezsalar, adibga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari shaklda ham shisha padojlarimiz bor, ya'ni PVC dan ishlab chiqariladigan. Undan tashqari bilasizlar, poliuretan bor. Eva padojlarimiz bor, Eva tapskalarimiz bundan oldin video qilganmiz. Uni ham o'tib ko'rsalaring bo'ladi. U ham juda ham foydali, menki O'zbekistonda bo'lishi mumkin bo'lmagan summada narxda tapskalar sizlar uchun taqdim qilganmiz. Aka telefon nomer qoldirib qo'yamiz bularga. 90 532 aha 0350. 532 0350. Aka tanjoningiz sog' bo'lsin. Ha, aytgancha Adibga hozir ikkita kanal qildik, akalarim. Salomat bo'linglar, kuch quvvat bersin, charchamanglar. Adibga ikkita Telegram sahifa ochdik. Bittasi oyoq kiyimlarni biznesi bilan shug'ullanadiganlar uchun, ikkinchisi esa o'sha padoj bilan shug'ullanadiganlar uchun, ya'ni hunarmandlar uchun, padojga qiziq bo'lganlarga alohida qilib ikkita silka qoldiraman. Oyoq kiyim biznesi bo'lganlar uchun alohida guruh qilganmiz. Bemalol u joyga o'tsalaring bo'ladi. Albatta Instagramimizga ham o'tib qo'llab-quvvatlab turinglar. Muhammad az chetdamiz jigar. Sizni ko'pchilik qo'llab-quvvatlab yozyapti. Siz uchun ko'rayotganlar bor ekan videoyimizda. Joninglar sog' bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi oshna? Yaxshi, rahmat. Omonmisiz? Chiqmayapsiz. 2 hafta chiqmadi. Yer ostidan zamdam oldingizmi? Nima? Ha, zakaslar ko'p. Bu hammasi emas aka, bu arzon ishlar olib chiqdik. Ha? Arzon ishlar. Ha, qimmat ishlarni ko'rsatsam Yurmayapti. Ha, yo'q. Ko'rdilar. Tasbihlar, model o'g'lashadi bitta. Gap yo'q. Puli qancha buni? bularni puli 30 ming so'mdan qoldi. 30 ming so'mdan mana. Agar qiziqqanlarga shunaqa padojlar bizda tayyor holatda ham bor shu padojlar. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Mana qolgan rasvetkalarni ko'rsating. Bitta o'zim ko'rib qo'yaman, xotirasidan chiqqan ishlar. Bundan zo'rlari ham chiqdi. Ha. Bo'ldi. Sizga o'zi video qilib beraylik. Boshda qilamiz xudo xolasa. O'rta sexda ham ish bo'layotgan joyidan jarayonni ko'ramiz. Mana har xil yangiliklar qildi. Endi hozir telefonda bunday qilgan bilan sizlarga ko'rinavermaydi. O'zim ko'rib berdim. Lekin zo'r. Bular hammasi 30 ming. 30 ming so'm bo'ladi, onlarga broshkaliklar 28 ming so'mdan. Broshkalisi 28 ming. Broshkasizlar 25 mingdan beramiz, eng to'chkani. Oxirgi narxi. Ko'rpatga sotib deymiz, Ana do'stlar, ulgurib olinglar. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz do'stim. 50 222 Aha. 55 58. 222 55 58. Do'stim savdoyingiz bersin. Salomat bo'ling, charchamang. Do'stimizni duo qilib turasizlar. Nima bo'lyapti? Kim biladi deysiz endi qaqa yursa ekan. Mashq qatorni ko'rsatmaganimizga ancha bo'ldi menimcha. Ha? Eng sevimli qator. Nimaiki men shu bozorga chiqqanimda ko'pchilik qo'llab-quvvatlagan qator shu qator bo'ladi. Uning ustiga assortimentlari ham zo'r, xudo xolasa. Endi boshidancha Xitoylar bilan boshlanyapti. Bu yerda ajoyib tapskalar bor ekan, ishlarni rozi bo'lasiz deb ko'rsatib yuboramiz aka. Sizlardanmi? Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi aka? Bo'ldi. Rostini akam boshidan e'lon qildilar videoga tushmasliklarini. 36-40 razmeri aka. Mana har xil rasvetkalari bor ekan. Puli qanchadan aka bo'ladi? Bu polizdagisi 45 ming so'm. Aha. Oldidagisi 35 ming so'm. Bunisi 35 ming mana ular. Aha. 45 ming so'm. Padojda farq. Padojda farqi bor, yaqinlar. Bitta qiziq ko'rasizlar, lekin bejirim qilib ishlangan narsa. Go'zal, haqiqatdan. Xo'p, undan tashqari o'sha hamma yo'q ochiq. Boshida aytib o'tish esimdan chiqib qolibdi. Bozorda bugun sizlar faqat yozgi narsa ko'rasizlar. Bularning rasvetkalari bor ekan, mana har xil rasvetkada ko'rishinglar mumkin. Chiroyli chiqqan. Buni puli qancha aka? 55 ming. 55 ming so'm. Hozir kami bor degan narxni aytyapsizmi yo oxirini? Bu oxirgi narxlar. Taqalgan narxini akam aytyaptilar ekan.
Bular nechi pul aka? Arzon berishyapti, sifatida farqi bor. Mhm. Polizdagi 26 ming. Bu 26 ming so'm ekan mana. Puli arzoni. Qiziq ko'rasizlar uni ham. Mana bu lavash padosh deydi buni. Bu 45 mingni. Nihoyatda yengil narsalar lekin. Ama haqiqatdan aka shuni ko'pchilik kommentariyada ham nima qilishyapti mana. Buklanishi. Endi o'zi anaqa narsa qolmadi. Hozir o'sha paytda sinib ketib qoladigan boshqa narsalar deyarli yo'q yaqinli. Mana yumshoq narsa, gap yo'q. Buni 45 mingdan beraman desa, 45 ming so'mdan. Telefon nomer. Nimaga? Bu shunaqa qiling aka, hozir telefon nomeri bermasak buni qayerdan olasizlar shuncha ma'lumotni. Lekin akam ishlari chiroyli. Brendi bor. Brendi bor, Luna 94lik 94lik 683 aha 0011. 683 0011. Savdoyingiz bersan aka, charchamang, salomat bo'ling. Bozorda gapirib edi, aka. Rostdan. Endi qizig'i yomg'ir yog'averdi. Sizlar uchun ho'l bo'lganimcha olaman yaqinlar. Uyib ketganimcha olaman. Assalomu alaykum. O'rtog'im, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Omonmisiz? Salomatchiligingiz? Mana yangiliklar ko'ringlarchi, uchi ochiqlar sizlar uchun. Xo'p. Bular nechidan nechigacha? 31 35. Pakashto'y rasvetga 2 xil. 10 xil aka. 10 xil. Doimida yana Ozodbek uxlab qoldi yaqinlar. Ozodbek uxlab qolib biz kech qoldik. Turyoningizda boshladik. Puli qancha bo'ladi 10 xil rasvetkasi bor? 17 mingdan qilib yubordik. 17 ming so'mdan. Ha, arziydimi? Juda ham arziydi yaqinlar. Mana padoshvalari ham juda ham yumshoq. Bolajonlar uchun qulay narsa. Kattalar qanchadan endi? Ular 36 xira, ular 26 mingdan qilib beraman. 26 ming so'mdan qilib beraverasiz mana. Bitta rasvetkasini ko'rsatib oling. Razmeri 36 dan 40 gacha. Boshqa razmeri ham bor ekan, o'ttada. Bu 31 35 razmerda. Buni puli qancha? Ulardagi 22 ming qilib beraman. 22 ming so'mdan qilib beriladi. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz. Juda ham bejirim chiqqan lekin ishlar bor. 77 031 aha 46 o'sha aka. 031 o'sha 46 ekan. Do'stim, salomat bo'ling, charchamang. Yaqinlarim, bu hunarmand akalarimizni maksimalni qo'llab-quvvatlaylik. Nimaiki O'zbekiston, nafaqat O'zbekistonga, hozir даже bu Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan kuzatayotganlar kommentariy yozishyapti. Ya'ni shu tomongacha bizning mahsulotlarimiz, biz ya'ni Marg'ilonning hunarmandlarining mahsulotlari yetib boryapti. Demakki, biz qo'llab-quvvatlashda davom etsa, inshaalloh sizlarga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi. Akalarim, ko'rsatamizmi buni? Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamang. Omonmisizlar aka? Salomatchiligingiz yaxshimi? Sizingiz aka? Shunday bo'pti, mana hozir aytib turdim. Men uxlab qolib o'tiribdi-yu aka. Saharlikdan yana uxlaydimi? Yangi operator olasiz. Ya, o'zini yig'ib, chachib yig'amiz. Uxlamaydigan qilib. Hazil, yaqinlar Marg'ilonda shunaqa. Ikkitasi ko'rishib qolsa, hayyara. To'g'ri shunaqalar. Akalarim 36 dan 40 gacha bu. Lekin dizaynini yorib yuborishdi. Prosta yorib yuborishdi. Bitta olib ko'rsatmang. Gap so'z yo'q. Hatta undan ham yomoni bormi aka? Ha, mayli ko'rsatib beraylik aka. To'g'risini aytsam, o'sha Ozodbek uxlab qolish oqibatida yana ancha-muncha nimalar ana o'tdi. Sotilib ketibdi. O'zi o'tgan safar ham Ozodbekga e'tiroz bilan kommentariy yozishgan ekan. Mana go'zalliklar yaqinlar, qaranglar, yonlari tigir. Padoshvalari poliuretandan ishlangan. Padoshlari ham sifatli, ishlari ham bitta baho beringlar. Juda ham tekis, chiroyli qilib ishlangan mana. Bunaqa ishlar bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Endi hozir tugab qoldi dedilar ekan. Oy, mana rasvetkalar. Muammo bo'lmaydi. Asosiysi qiziqish, talab bo'lib tursa bo'ldi mana. Poliuretandan ishlangan qilib go'zal ishlar. Xo'p, bularning soqqalari qanaqa ekan? Mana yana bir xarajat bor. Beryapmiz aka. Bular 55 ming beryapsizlar. Mana 58 ming aka. Ha, bu 58 ming. Kecha yo'lda Balandroq, ha, bu balati, mana uni pasti e'tibor berayotgan bo'lsangiz, dizayn deyarli bir xil, baland padoshki, past padoshki qilingan narsalar. Ko'ringlar. Kelishtiriladi. Mana undan tashqari mana rasvetkalari bor ekan, lekin mana boshqacha narsa chiqibdi. Ishoninglar, bahorga gap yo'q. Buni puli qancha? Bular ham 55 ming. 55 ming so'mdan.
Buni ham har xil rasvetkasi bor ekan, hozir ko'rishinglar mumkin. 8 xil rasvetkasi chetda o'zida turibdi. Aha. Qiziqqanlar bo'lsa, yana ham chiqarib berishaveradi. Buni oxiri qanchaga beramiz aka mana shuni? Shu yana qiziq telefon qilishadi, xudo xolasa aka. Bularda 54-53 beraveradi. 54-53 mingdan beriladi. Undan tashqari balatga qiziqqanlar, endi uchi bekdi nimalari, chiroylilari. Bular puli qancha aka? Bular 58 ming. 58 ming so'mdan, bular Bularni ham yo'lda qilib beraveradi. kelishtirib beriladi. Telefon nomer qoldirib beraylik aka. 91lik 91lik 327 aha 9990. 327 99 90 yaqinlarim akamga telefon qilaverasizlar, lekin ishlariga gap bo'lishi mumkin emas. Akamda bitta nima bor, bizni klient emaslar. Men adibdan olmaysiz aka padojni? Savol berib ber. Xohlasa olamiz. Bo'ldi aka, boringlar aka, maksimalni aka talablarini qondiramiz inshaalloh, ob'yom, sifat inshaalloh chiroyli bo'lib ishlaymiz aka. Kuch quvvat bersin, charchamang, salomat bo'ling. Endi hali o'zimizni ham reklama ozroq aralashtirib ketishimiz kerak-da, majburmiz, ha? Mulla ko'rsataylik. Assalomu alaykum, Qordadam. Salomatmisiz? Sizlardanmi bu? Yo'q, naryoqdan qarasha. Ha? Ha, bular Xitoymi? Xitoy bo'lsa ko'rsatmaylik. Mashinalar ko'rsataylik. Bo'laveradimi? Mana. Ko'ringlarchi. Tapskalari bejirim qilishlangan. Mana rangiga bitta baho berasizlar. Rasvetkalari chiroyli. Xo'p, bu 36 dan 40 gacha? Ha, 36 40. Puli qancha bo'ladi aka? 27 ming so'mdan. Bularimiz-chi? 25 ming sotdik Bugungi bozorda 25 ming sotibdilar akam. Yaqinlar bir yil mana shu narsa hit trend bo'ladi. O'sha optoviy nimalar xaridorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib bosib bersalar, avgust oxirigacha, sentyabrda o'rtalarigacha sotaveradigan ish bo'ladi bu. Ishonavringlar, men juda ham ko'p ko'rdim bu narsani. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz akam. 33lik 499 aha 39 499 39 27. So'dasi bersin aka. Charchamang, salomat bo'linglar aka. Muskoylar ham bor ekan, mana. Biz endi videoda boshida ayollar va bolalar degan muskoylar ham sekin aralashyapti. So'raganlar ham yo'q emas. Ko'ringlar-chi, yana teshik chishkalarimiz bor ekan. Xo'p, bu 40 dan boshlanadi endi erkaklar aka. Ko'ringlar. Mana hozir bu 3 xil ko'rinishda. Bundan tashqari bunaqa ko'rinishlari bor. Bular necha pul ekan? Assalomu alaykum. Sizlardanmi aka bular? Bular necha puldan aka bular? 42 ming so'mdan. Bular ham shunaqami? Bular 40 ming. Salom. Bunisi 40 ming so'm ekan, bulari 42 ming so'mdan ekan. Ko'ringlar. Padoshlari poliuretan-a buni? Poliuretan emasmi? Poliuretan emas ekan, lekin sifatli, juda ham chiroyli qilib ishlangan mahsulotlar. Balon padosh deydimi buni? Mana shu ham rosa davrini surgan narsa, basanoshkalar suryapti. Xudo xolasa, u nimaki juda ham qulay narsa, o'sha o'zini yosh egalari uchun 40 dan 44 gacha, 40 dan 44 gacha. Akamga muskoy bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz. Akamni olmaysiz. Aha. Telefon nomer 99lik 60 68 99lik 060 68 87. Telefon qilaverasizlar. Akamda hozir ozroq qoldi dedilar. Telegramlasang, telefonlasang, xudo xolasa akam rasm-pasmdan tashlab beradilar. Akalarim assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Omonmisizlar? Salomat esalom. Aka, alaykum assalom. Salomatchilingiz yaxshimi aka? Charchamang. 3 ochiqlar boshlab, savdolar yurgizyapsizlarmi aka? Joninglar sog' bo'lsin, salomatchilikda ko'rishtiraversin aka. Trendlar, shu tashi bang'illab yetganlari bor aka. Hech kimda yo'q broshkalar kelgan. Hech kimda yo'q broshkalar. Akamda iminnoy narsalar ko'p bo'ladi. Yaqinlar e'tiborli bo'lib turasizlar videoda mana shu joylariga. Xo'p, 36-40. Puli qancha aka buni? 45 ming so'm. 45 ming so'mdan yengillik darajasi ham juda ham zo'r poliuretandan ishlangan. Endi bitta mashinalar ko'rsatib yuborasiz, nimaki akamda assortiment juda ham ko'p. Shuning uchun akamda videoda qisqartirib, mazmunliroq qilish uchun sizlarga har xil yangiliklarini ko'rsatib boramiz. Mana ko'ringlar. Bu ham 36 dan 40 gacha go'zal, chiroyli qilib ishlangan narsalar. Mana buni ham rasvetkalari bor. Bularning puli qancha edi aka? Bularda 35 mingdan 40 minggacha. 35 mingdan 40 minggacha. Mana har xil broshkaliklari gap yo'q, lekin juda ham chiroyli. Bilasizlar, o'zi yozda bittaga ko'nilinmaydi. Qishda bitta sapoy bilan chiqish mumkin, lekin yozda
kamida 3-4 ta kiyiladi, shuning uchun 2-3 xili bor. ha mana padoshlari ham har xillari qilingan. Tanlanaveradi mana. Ha, ko'ringlar. Orqasi qo'shalisi ham bor. Ha, mana orqasida o'shalik aytaman, aqlli kaboylarga o'sha samarezlari bor edi, gap yo'q. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar, har xil rasvetkalar. Bu akamda narx-navolarni ham inshaalloh kelishtirib berasiz, aka. Bu tomonda litovoylar bor ekan. Tomonda Xitoylari bor aka. Ha, Xitoymi bular? Xitoyga ular. Xitoydan keltirilgan. Bular qancha beryapsiz? 70 ming so'm qilib beryapmiz. 70 ming so'mdan qilib berilyapti. beraveramiz. Ha, ob'yom ham bor, kelishtirib ham beriladi. Rasvetkalar. Tapchikalar qancha? ham bor, mana 35 ming so'm. Ha, bu o'zimizniki, bular. O'zimizniki. O'zimizniki. Bular 35 ming so'mdan. Aylar teng baravar arzonga o'zimizdan chiqadi bu narsalar. Endi kimi tanlov nima kommentariyada yozib ketsalar ham bo'ladi. Pullarini aytdik, mahsulotlar borini ko'rsatdik. Akam telefon nomerlarini qoldiramiz endi, aka. 93 93 469 aha 1112. 469 11 12 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Agarda biz hunarmandlar ko'rib turgan bo'lsalar, mana bunga qilingan, shunga o'xshagan padoshvalar bilasizlar, Adib Shoysda bor. Bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi. PVC, Eva, PVC da ayniqsa hozir ikki xil rangda bittada qo'yadigan stanoy o'rnatganmiz. U juda ham uchyapti. Sizlarga ham ilinib olaman, hunarmandlar. Sizlar uchun ancha yangilik bo'ladi bu narsa. Pastda Telegram, Instagram sahifalarimizni qoldiramiz. Albatta Telegram sahifa ikkita bo'ladi. Bittasi obuv biznesi bilan shug'ullanadiganlar uchun, ikkinchisi esa obuv ishlab chiqaradiganlar uchun padoshlarga alohida guruh qilganmiz. Bemalol o'tib obuna bo'lib ishlayni yurgizsanglar ham bo'ladi. Bu padoshni ko'rib ochiqini aytsam, esimga tushib ketdi. Aka, padosh temasi bo'yicha murojaat qilsangiz bo'ladi, xudo xolasa, aka. Telefon nomer qoldirib bering. Aka, kuch-quvvat bersin, charchamanglar, salomat bo'linglar. Mana bu yerda ham bu akamiz bunaqalarini ko'rsatuvdik. Masalan, o'shkalarni. Mana. Ko'ringlar, juda ham go'zal. Bu bolajonlar uchun boshqacha narsa ekan, buni ham. Chiroyli. Gap yo'q. Aka, assalomu alaykum. Salomatchilingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi, aka? Omonmisiz? Tanjoningiz soqqinami, aka? Yangiliklar qilib charchamayapsizmi, aka? Boringizga shukr. Kuch-quvvat bersin, mana. Chiroyli randlari bilan yana yangilik. Qaranglar mana. Bitta dizayn nimadan kelgan atrofda bu, broshkani ham atrofida anaqalari bor, sochlari, ko'zlari bor. Puli qancha aka bo'ladi? 45 ming aka. 45 ming so'mdan, yengilligi, yumshoqligi, xudo xolasa yaxshi. Undan tashqari mana sal to'yboblari deydi, nisbatan ko'chaga o'lishniklari, ko'ringlarchi. Bular puli qancha aka? Bular 40 ming. Bular 40 ming so'mdan. Padoshalari ham chiroyli ishlangan, 36 dan 40 gacha. Bunda ham o'zi 3-4 xil rasvetka bor ekan, 5 xil umumiy rasvetka bor. Mana buni dizayni nisbatan boshqacharoq. Buniki ham bor, rasvetkalarni endi akam telefon raqamlaridan olasizlar. To'g'risini aytsam, o'sha gap Ozodbek uxlab qolgan, biz kech qolgan. Asha ahvol. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz aka. 93lik 644 aha 644 81 61. Bularni qanchadan berdingiz aka? Bular o'shali 25 ming deb ko'proq sotib yuboraveramiz. 25 ming. Aytmoqchi, yaqinlar 25 mingdan olsalaring. Mashinalardan katta ob'yom bor, olib bosib qo'yib sezonida mazza qilib yugurmasdan sotaman deganlarga akam arzon qilib beryaptilar. 25 mingdan qimmatga tayyor bo'ladigan narsa pulni bo'shatishga arzonroq qilib berib yubormoqchilar. Akam hozir qoldirgan telefon raqamiga Telegram orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri telefon qilsalar ham kelishtirib beradilar. Aka, savdoyingiz bersin. Charchamang, salomat bo'ling. Yaqinlarim mana shu yerda toshliklar bor ekan, shularni bitta ko'rsatib beraylik. Mana. Ko'ringlarchi. Bular ham chiroyli chiqibdi. Gap so'z yo'q. Bo'ladi. Egasi chetda buni. Egasi. Mana bular ham go'zal chiqqan. Akam savdo qilyaptilar. Akam savdo qilyaptilar ekan, pakajda ishladi. Bitta ko'rib olinglar sizlar mana. Larapianolar bor ekan. Bundan tashqari mana. Bunga o'xshagan narsalar bor. Endi yosh katta ayollar uchun juda ham urf bo'lgan narsa. Necha yildan beri sotilyapti, dalshi sotiladigan narsa. Metta yangilikdi, yomoni bo'pti-yu. Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Salomatchilingiz yaxshimi? Aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xordadam salomat esalomon. Xo'ja aka, omonmisiz? Tanjoningiz sog'qini. Kayfiyatlar yaxshimi? Charchang. Omonmisiz? Bu chiroyli chiqibdi mana ular, noodatiy deydi.
Noodatiy. Puli qanchadan ekan bularni? 29 ming. Shuncha mehnatga 29 ming. Buni dizaynini qilganini aytinglar, aqallar. Gap so'z yo'q. Bunda hozir mana sizlar ko'rib turgan 5 xil rasvetka bor. Bularni ham bo'shaganini e'tibor bersalaring, что Ozodbek uxlab qolgan, biz kech qolganmiz. To'g'risi. Ozodbek Vinovat. Ozodbek Vinovat, chista Vinovatda bu mana hamma biladi o'zi. O'zi ham ko'rsatmaymi-da. To'g'risi, uni orqasidan biz kech qolyapmiz. Bizni podpисчик. Nima bo'lyapti? Qani o'zi jinoyat? Jinoyatchi mana ba'zi uxlab olishga modellar ko'rsatilmaganmiz. Yaqinda naqasi yo'q, xafagarchilik yo'q, maksimalni ko'rsatishga harakat qilyapmiz sizlar uchun. Har xil modellar ham bor. bor, mabodo telefon nomeri qoldiriladi, aloqaga chiqsalaring yetkazib berilaveradi. Telefon nomerini aytib berasiz aka. 91lik 651 ha 1024. 651 1024. Hozir yonlarida ekaniki, akamiz o'zlaridan ancha-muncha yangiliklar bor ekan, bularni ham bir qator ko'rsatib yuboramiz. Mana sizlar uchun litovoylar deymizmi? Poke padoshga qilingan ishlar deymizmi? Bular puli qanchadan hoji aka? Bular 27 ming. Bular ham tugatga hisob. 27 ming so'mni bulari deyarli tugatilindi. Bag'al litovoylar, uchi ochiqlar mana yangiliklar. Bu litovoy bas ekan, bu. Yopishtirma. Buni padoshi bizda bor. Ashad beraman endi, o'zi birga otib qo'yganman bu aka bilan. Lekin bizda shu padosh borligini bilmas ekanlar. Mana. Aka? Aka uzr. Assalomu alaykum akalarim, omonmisizlar? Tanjonlarni sog' qilami? Yo'q, behijolat aka. Ya'ni hafta video qilamiz endi, yangiliklar qilib chiqsalar aka. Ozodbek uxlab qolibdi. Sog' bo'linglar. Xudo berdi deydi. Bular puli qancha aka? 38 ming so'mda. 36 dan 40 gacha rasvetkalari bor. Bu nimalari? Bu PVC'dagi necha pul bu? Bular 39 ming so'm. Bu ham chiroyli chiqqan, nihoyatda. Go'zal. Rasvetkasi, boshqasi bo'yicha narx-navolarini ozroq kelishtirishni so'ramoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni puli qancha? 28. Bulari 28 ming so'mdan. Telefon qilasizlar, xudo xolasa endi 1 so'm yarim so'm kelishtirib beradilar. Telefon nomerini aytib berasiz hoji aka. 90lik 630 aha 70 58. 630 70 58. Makasinkaniki, bu tapchikalarga bitta nomer qoldirib beraylik. 90lik 777 aha 80 777 80 43 ga telefon qilaverasizlar. Hoji aka, suvdingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Akalarim ham mahsulotlarini qarshi bo'lishmasa bitta ko'rsatib beraman-da aka. Ko'ringchi ashlatda yaqindan olib ko'rsating do'stim. Yozgi narsalar. Juda ham chiroyli. Bular poke. Barigilar pokelar. Polverta. Aha. Bular ham polverta. Bular polverta, manular poke. Pokelar, pasteli. Poke padoshi qilgan mana. Original. Gap so'z yo'q, juda ham chiroyli. Aynan shunga o'xshagan dizaynni padoshlar bemalol adib sho'yisdan topsalar ham bo'ladi, hunarmand akalarim. Sifatlari, kalistralari xudo xolasa chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Mana bularni ham ko'ringlar, chiroyli broshkalar bilan qilingan. Buni puli qancha aka? 52 ming so'mdan. 52 ming so'mdan ekan. Mana bularni ham bitta ko'ringlar. Endi bag'i bahorga, endi bu yerda ozroq uchbeklar bor ekan, bunga qiziqqanlar bo'lsa ham, lekin sifatlari oliy. Pokelar qancha beryapsiz aka bular? 37 ming deb 35 ming so'm qilib berdik. 35 ming so'm oxiri qilib berilinibdi. Rasvetkalarni sizlar uchun ko'rsatdik. Mana ko'rinishlari chiroyli. Ayniqsa mana sanoshga ham juda ham optoviy klientlar, xaridorlar bo'lsa, bitta qiziq ko'radigan narsa. Buni ham rasvetkasi bor-a? Bor. Rasvetka qilib berilinadi. Mana bejoviylari bor ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib beriladi. Mana bu tomonda uch ochiqlar bor ekan. Uni poliuretan deymi? Poliuretan mana. Ko'ringlar. Bu ham yangilik ekan, qatdan hozir mana 3 xil ko'rinishda bor bu. Buni puli qancha? Ularimiz 50 ming so'm. 50 ming so'mdan. Mana. Bu padosh bizdan bo'lsa, adib sho'yisdan emas. Kombinirованный padoshlar, mabodo qiziqqanlar bo'lsa, bizda ham bor. Mana qaranglar. Ko'kka ko'k tushirishyaptimi? Demakki, boshqa material bo'ladigan bo'lsa, rangini tushirib beramiz, chiroyli chiqadi ishlang. Mana. Buni puli qancha aka? 55 ming. 55 ming so'mdan.
maza qilib sotasizlar keyin sizlar. Hozir buni chuqur rasvetkasi bor ekan. Men uni ko'rsatmadim, shuni ham bitta ko'rsatib bersam. Poliuretandan ishlangan, bu ham ixcham chiroyli narsa ekan. Ichilari chuqurroq nisbatan 37 ming so'mdan. Hozir aytgan narximiz bo'ladiganini aytdingmi? 1.5 so'm o'ynaymizmi aka? Bo'ladi, 35 dan qilib beraveramiz. Bo'ladi. Ha, bo'ladi, 50 ming so'm bo'ladi, ham 35 qilib beraveramiz. Xudo xolasa, telefon qilaverasizlar, yaqinda nomerni aytib beramiz aka. 91 91 664 aha 0044. 664 0044. So'dasiz bersin aka, charchamang, salomat bo'ling. Yaqinlar mana kamas ishlar ketyapti. Voy aka. Qaysini? Ha? Bo'ldi, bu chekkada bor ekan. Bu yerda go'zallar bor ekan. Ozodbek imlamab bermaysiz akami. Mehnatlarini chetlab o'tib ketibmiz. Bitta ko'ringlar-chi. Go'zali, nimada ne rasvetkalar qilingan ranglar, poliuretandan ishlangan 36 dan 40 gacha. Puli qancha aka buni? 55 ming so'm beradi. O'ta bejirim 55 ming so'm qilib beriladi. Rasvetkalari bor, mana ko'ringlar. Gap so'z yo'q. Rasvetkalar Tugab qoldimi? Tugab qoldi. 3 qilib. Ana, yana shu joyda Ozodbekda. Gap so'z yo'q. Xo'p, bu ham poliuretandan ishlangan 37-41 bu. 37 dan 41 gacha. Buni ham rasvetkalari bor. Ha, hozir qolgan. O'sha uch ochiqlari rasvetkalari bo'lishligi tabiiy, aytdim-ku. Sapoyda bitta kiyishingiz mumkin, lekin tapchikani bitta kiya olmaymiz. Shuning uchun bularda har xil dizaynda, har xil rasvetkada bundan bari assortimentlar Qumtepa bozorida yana ham ko'payadi. O rangni nima deyapti? Gap bo'lishi mumkin emas. Bular puli qancha aka? Shular 39 ming. 39 ming. Bularchi? Aha. Bular 36 ming so'm. Bulari 36 ming so'mdan, mana ko'ringlar, u tomondan mana. Bantiliklari deymizmi? Bu ham 36 dan 40 gacha. Mabodo mashinga o'xshagan nimani? Padoshlarni PVC'si ham bor bizda. Poliuretani ham bor. Yaqinlar bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Telefonim bo'ldi. Uyg'oqman-ku. Aka telefon nomer qoldirib qo'yamiz bular ishlar uchun. 91lik 667 aha 97 667 97 91 ga telefon qilasizlar, xudo xolasa. Ishlaring bitsa xursand bo'lamiz. Biz bitta duo qilib bersizlar. Shu hunarmand akalarimiz ham bir duo qilib kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursalar, inshaalloh aytib o'tganimdek, bag'i yoz har xil assortimentda chiroyli, yaxshi sifatlarda sizlarga mahsulotlarni yetkazib berishadi aka. Savdoyingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Yaqinlarim uygunimcha nima qolmadi? Sabab qolmadi. Bu tomondan detskilarimiz ham o'sha deyarli tugay deb bo'pti. 31 minut video olibmiz, Ozodbek so'qatganini aytyapti. So'qatganingiz ham hazil. Hammalarga rahmat. Videoni shu joygacha ko'rgan ashaddiy obunachilarimiz uchun eng katta rahmat. Kuch-quvvat bersin. Bizni hunarmandlar ko'rayotgan bo'lsa, bizni sponsorot qilayotgan Adib Shoys bo'ladi. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Padosh temasi bo'yicha hozir misol litovoylarni boshlangan, undan tashqari evalarga, bolajonlar uchun, erkaklar uchun, undan tashqari ayollar uchun oyoq kiyimlar quyib sotyapmiz. Bundan oldingi videoda buni sizlarga ko'rsatganman. Pastda hamma silkani qoldiraman. Telegram, Instagram o'sha aytganimdek Telegramda o'sha ikkita silka qoldiraman. Bittasi obuv biznesi bilan shug'ullanadiganlar uchun maxsus, ikkinchisi esa o'sha obuv ishlab chiqaruvchilar uchun padoshlarni, yangiliklarni tashlab boradigan guruhimiz sizlar uchun pastda silkasini qoldiraman. Hammalarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.